Bugun jahonda, qolaversa O'zbekistonda ajdodlar merosini har tomonlama o'rganish, ularning yozgan asarlarini chuqur tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mana shunday benazir allomalarimizdan biri Al-Hakim at-Termiziyning hayoti biz uchun, qolaversa xalqimiz uchun juda katta asosiy manba hisoblanadi. Al-Hakim at-Termiziy 809-810 yillarda aynan mana shu makonda, mana shu manzilda tug'ilganlar. U kishining vafotlari esa 898-910 yillar deb taxmin qilinadi. Ba'zi bir manbalarda u kishining 120 yil umr ko'rganlari haqida ham ma'lumotlar bor. U kishining o'zlari yozgan Badushan Abu Abdullah asarlarida u kishining o'sha hayoti, tarjimai holi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Alloma shunday deydi: men 7 yoshga to'lganimda o'rtoqlarim o'yin o'ynagan vaqtda men o'zimni barcha ishlarimni kitobga baxshida qilgan edim va ilm sirlarini o'rganib boshladim. Al-Hakim at-Termiziy bevosita 27 yoshda muborak haj safariga jo'naydi va u yerda o'sha davrning mashhur shaharlarida bo'lib, u yerning buyuk insonlari bilan mulohazalarga kirishadi. Alloma haj safaridan qaytgandan so'ng Allomaning qo'liga Antokiyning Qalblar davosi kitobi tushadi va bu kitobni o'qib chiqqanidan so'ng bu Allomaga juda ham katta ta'sir qiladi va natijada Alloma hayotida alohida burilish davri boshlanadi. Alloma kishilarga dars bera boshlaydi. Bu davri Allomaning pedagogik davri hisoblanadi. Aynan shu davrdan boshlab hakimiyat ta'limotiga asos solingan deb ham ba'zi bir ma'lumotlarda fikrlar keltirib o'tilgan. Mamlakatda ta'lim-tarbiya, ilm-ma'rifat yuqori darajada bo'lsagina mamlakat taraqqiyoti yana ham rivojlanadi. Intellektual yoshlarimiz kelajakda shu hayotni rivojlantirishda o'z hissalarini qo'shadilar. Allomaning asarlarining barchasi kishilarni ilmli bo'lishga, ma'rifatli bo'lishga chorlaydi.